ismingiz boshqatdan ayting. Sofron aka. Zo'r ekan. Bog'im yo'qmi? Ha, shu bilan to'xtagan. Qayerlisiz? Marhamatdan keldik aka. Abdel kish qilasiz? Oma Abdel shiylar yomon pulni yomon topib qo'yishar ekan. Aytlashyapti nimaga? Oshnam uyni ham remont qilyapti oshnamiz. Nech pul desam kvadrat 100 mingdan deydi. Aynaqa. 100 kvadratcha bo'lsa 10 million ekan bitta xona. Ha? Endi hamma ishda ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi-yu. Endi bo'lsa havas qilib aytib aksiyamizga qatnashaverasiz? Albatta. Sizni mashg'ul qilamiz internetda. Hozir mendan mashg'ul qilib ketamizlar. $100 pulimizni olasiz oryapsiz, mana ko'rsatasiz, ha? Raqam aytib qolib beramiz. Ikkitami, bittami? Instagram, Telegram, YouTube'ga a'zo bo'lsangiz, Instagram, Telegramga a'zoman. YouTube'ga a'zo bo'lmagan ekanman. bo'laman desangiz ikkita Ha, bo'laman. 100% bo'laman aka. Hozir bo'lasa, bo'ldi. bu gap ayting sizlar. Xo'p. 48, 28. Qaysi tomondan bo'lsa? 48 da oldidan, 28 da orqadan. Birinchi 28 dan boshlaydik. Bo'ldi. Keyin buyoqdan qilsak. Aha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 buyoqdan 48. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 puli bo'lsa Aka, yaxshilarda ko'rishaylik, sog' sog' bo'ling. bo'ling, tinch bo'ling. Marhamatdan dediz-a? Marhamatdan aka. Salom aytasiz, marhamat delang. Sog' bo'ling. Bo'ldi.